Ya, assalomu alaykum. Ya Kamol qalaysan? Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Charchamayapsan? Yaxshimisan? Hali ham shu volasatli shokoladga yuguribsan, mahallani kezib. Ha, shu eskiligingizga esing ketadi, yengib olishim kerak. Menga qara, bir qattiq ishlaysan o'zi. Endi bir bazada qorovulman, ha. Oyliging qancha? Oyligim 2 million. 2 kunda bir borib kelib yuraman, ha. 2 milliondan pulmi? 2 million qanaqa yashayapsan? Endi amaliyommi? Men 10 million olaman. Firmada ishlayman. 10 million olaman, o'shanda men bunaqa zo'r yetkazaman. 2 million qanaqa yetkazasın? 10 million olaman men. Yo'q. Ha, ishxonamizning firmayimizdaniki. Siz o'ylasa bo'lganda xotinni ikkita qilib olardim, oke? Hech oson desang, xotinni ikkita qilaman dedim. Sani gaping ham bo'ldi. O'z pul ko'paygandan keyin odam xatongizga kelib qoladi. Yo'q, nima bo'ldi? O'shanga bir juvonni topdim. Chiroylikgina bir ayol. Ana, Xolidaxon. Endi bilasiz, topish uchun yaxshi. Shuning uchun topdingiz. Mana ikkinchi xotinim bo'lib birga yashasak nima deysiz? Sizmisiz? Axir siz oilangiz bor-ku. Ay, oilam bo'lsa nima qilibdi? Oilam o'z yo'liga. Topib turgandan keyin u yoqni ham, bu yoqni ham qoyillatib boqqandan keyin nima bo'pti endi? Bitta shartimni bajarsangiz, o'ylab ko'raman. Qanaqa shart ekan? Aytib bo'ling, nima kerak yana? Hammasini qonuniy qilasiz. Ha, tushundim. Qonuniy bo'ladi. Hammasi qonuniy bo'ladi. Qonuniy bo'ladi degandim. Bu davlatimizning buyrug'i bor ekan, ikkinchi xotin olganlar. 47-buyruq bazaviy hisoblash miqdorini 15 barobardan 30 barobargacha jarima to'lar ekan. Yoki 15 sutga ma'muriy qamoq jazosi beribdi. Eshitmagan ekan, oke, shunaqa joy bor ekan. Shunaqa joy bor ekan deb o'shanga meni pulni tanladim-da, shu 30 barobarini to'lab qutuldim. Mayli endi shunga qalin pulim bo'la qolsin dedim-da. Yanini borsam o'zi kvartira turar ekan. Xursand bo'lsin deb yangi uchastkani sotib olib, bor pulimni tikib, o'shani nomiga o'tkazib, mana endi hammasi zo'r qonuniy bo'ldi. Endi domladan borib bir nikoh qilsak bo'ldi desam, bo'ldi, hammasi qonuniy bo'lsa bo'ldi degandi. Keyin yana chaqirishdi-da. 15 sutga ketib qolishdi-da. Borib keldingizmi? Ha, bugun chiqib keldim-da. O'shanga ben toza havoda o'tirib deb chiqtirdim. 15 sutga o'tib keldingizmi? O'tirib keldim, boshqa iloji yo'q. Ala aka, savob ish qilibsiz-ku, siqilmang. Savob ishga 30 barobar jarima 15 sutga o'tirib kelib, savob ish qildim, deymi? Aka, savob ishni shundoq qilmagansiz-ku. Xirsingizni jilovlaolmaganingizda shu 30 barobarini to'lagansizda jarimani. 5 kun bo'ldi, oyligimiz tusha qolmayapti negadir. O'shanga qarab o'tiraman. Hozir ketib qolmagan, birlar qarab o'tiramiz. Hozir meni buxgalterga qilishdi, nimaga o'zi pul tashamagan? Hali ham oylik tushmagan. Assalomu alaykum, Shohida aka, yaxshimisiz? Mavlud deyman. Ha, tanidim. Bizlarni oylik nima bo'ldi? Cho'ta cho'zib olibsiz, hech kimga tushmadimi hali? Siz ishdan bo'shatilgansiz. Xabaringiz yo'qmi? Qilib yurgan ishingiz xo'jayinga yoqmay, siz ishdan bo'shatildingiz. Firmaga qadamingizni ham bosmas ekansiz. Nima bo'pti endi? Boshqa butga telefon qilmang. Nega qadam? Qo'yib qo'ydi. Mening kerak, ishdan bo'shatib olibman endi. To'g'ri? Ishdan bo'shatib olibdi. Voy. Shu yerga Aka, turdim. siqilmayman. Men ham ishga boray. Ketdim, ishga kech qolganman. Ayni qara. Lekinchi 2 million ham yaxshi lekin bor-ku. O'ylab qarasam, shu 2 millionga kirsam-da, men ham sana o'shanaqa endi qorovchilikda ishlasam, 2 kun dam bor ekan baribir. Qanday 2 million yomon emas ekan. Endi aka, bizda joy yo'q-da, bosh o'rin yo'q-da. Bu sizni olardik ishga. O'sha yerga ham oydim men.